boy bo'lish uchun aql kerakmi desa, ozroq o'ylanib turganda kerak degan. Kimnidir ustozi, avvalo ota-onasi bo'ladi. Kimnidir ustozi, umuman boshqa inson bo'ladi. Sizda asosiy ustoz kim bo'lgan? Ro'parasidagi odamni barakali deb o'ylash kerak. Ikkinchi bo'lishimni istamasdi otam. Doim birinchi bo'ldi. O'zini kayfiyatini tushirmaslik uchun, oilaga olib bormaslik uchun umumiy nima ishlar qilish kerak? O'sha sizni qarshingizdagi odam sizni kayfiyatsiz yurishingizni istaydi-da. Ayollarimiz yig'ladi, qo'liga telefon beradi. Bolalar tili chiqmayapti. Odamlar bunaqa deb o'ylaydi degan qarashlar bor-da, men aytayapman, qilib ko'r hali. Ikkita, uchta narsani biladi-da, shu narsani bildim deb o'ylaydi. Assalomu alaykum. Bugun hamma joyda biznes deb gapirilayotgan zamonda yashayapmiz. Mana shu biznes qilish asnosida ko'pchilik sog'ligini, vaqtini bekordan bekor o'tkazib qo'yadi yoki umuman oilasiga vaqt ajratmaydi. Bugun tadbirkorlar uchun qiziq bir mavzuni tanlaganmiz. Kuchli tadbirkor bir vaqtda o'zida ham biznesni, ham oilani muvozanat saqlab olib keta oladimi, yo'qmi? Shu mavzuda xudo xolasa suhbatlashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz oxirgi 3 oy 4 oy ichida Instagramni portlatgan, media olamiga kirib kelgan va kichik o'zini qadriyatli va tarbiyaviy ahamiyatga ega videolar bilan kirib kelgan Akmal Qurbonov bo'ladi. Akmal aka, xush kelibsiz. Rahmat, salomat bo'ling. Akmal aka, sizni ko'pchilik taniydi. O'zi 3 oy 4 oy ichida 100 mingtadan oshdi sizni podpischiklaringiz. Ko'pchilik tanish borasida hozir mana podkastimizda ba'zi tanimagan insonlar uchun o'zingizni qisqacha tanishtirsangiz. Xo'p, men Akmal Qurbonov 1984-yilda Qashqadaryo viloyatida tug'ilganman. Mutaxassisligim filolog. Filologiya fanlari bo'yicha PhD izlanishdaman. Xudo xolasa yaqinda himoyaga chiqaman. Zo'r. Demak, ham tadbirkorsiz, ham ustoz desak bo'ladi sizda. Demak, ta'lim sohasida. Shunaqa desak ham bo'ladi. Zo'r. Akmal aka, bitta an'ana qildik. Xudo xolasa bugungi suhbat manfaatli bo'lishi uchun ko'pchilikka mana shu suhbatimizni oxirigacha ko'rib, eng zo'r insight yozgan odamga biz siz tomoningizdan nima bera olamiz? Xo'p, masalan nima? Misol uchun kechki ovqat ujin qilib bera olamizmi, yo'qmi? Ma'qul. Suhbatingizdan bahramand bo'ladi. Eng zo'r insight yozgan odam siz bilan suhbat qiladi, ujin qiladi, mazza qilib, xudo xolasa o'tiramiz. Xo'p, podkastni oxirigacha ko'ring. Sizga eng yoqqan tomonlarini izohlarda yozing. Izohlar orasidan eng zo'r mana shu izoh yozgan odamni xudo xolasa tanlab Akmal aka bilan birgalikda xudo xolasa ujinda o'tiramiz va aka eng zo'r maslahatlarni mana shu bitta yagona insonga xudo xolasa beradi. Akmal aka, xudo xolasa podkastimizni boshlaymiz. Xo'p, podkastimiz 3 ta qismdan tashkil topadi. Birinchisi biznes va oila. Ikkinchisini xudo xolasa xatolar va saboqlar deb nomlaganmiz. Uchinchisi shaxsiy tafakkur va qadriyatlarga bag'ishlaganmiz. Birinchisi xudo xolasa biznes va oila haqida boshlaymiz. Ko'pchilik biznes qiladi, oilani unutadi. Oila kimdir oilaga juda qattiq e'tibor berishi mumkin, o'zining orzulari, maqsadlarini qolib ketishi mumkin. Mana shuni birda olib ketish bo'yicha bir nechta bizda o'zimizni qiziqtirgan savollar bor. Xudo xolasa boshlaymizmi? Boshlaymiz. Hozirgi vaqtda 3 ta yo'nalishda biznes qilyapsiz, menimcha, to'g'rimi? Umra biznesingiz bor. Xo'p, maktab ochyapsiz, ochdingiz menimcha. Xo'p, konsalting yo'nalishida biznes bor. Xo'p, oilaga qanday vaqt ajratyapsiz? Xo'p, endi payg'ambar alayhisalomga bir kishi savol berganda, yerda baxtli bo'lishni xohlayman desa, uying seni sig'dirsin degan. Bu nima degani? Insonni oilasi bo'lmas ekan, o'sha go'zal go'sha kutmas ekan, bu dunyoda qilinadigan tirikchilikdan hech qanday foyda yo'q-da. O'zi baxt nima desa, baxt shu odam kech bo'lishini intizorlik bilan kutish kerak. Qanday ota baxtli ota desa, uyga kirgan vaqtda hech narsani o'ylamasdan kichik farzandlari o'zini otani quchog'iga kayfiyatiga qaramasdan yugurib otyaptimi, o'sha ota baxtli ota. Sababi uni farzandi unga erkin. Farzand shu darajaga erkin bo'lish kerakki, ko'chadagi narsa ko'chada, uydagi narsa uyda bo'lish kerak doim. Erkak u uchun bitta unga ustoz yoki bo'lmasa u kimdandir saboq olish shart emas. U shunday shakllanishga majbur. Oila bilan ko'chani qo'shib tashlasa, kayfiyatsizligini oilaga olib keladigan bo'lsa, hayotda ma'no qolmaydi. U milliardlab topsin, oilada halovat bo'lmasa, u odam bu yer yuzida baxt his qila olmaydi. Zo'r.
zo'r, yo'q, qanaqadir vaqt ajratib qo'ygansizmi? Misol uchun 8 soat biznesga vaqt ajrataman, qolgani misol uchun 6 dan keyin oilaga boraman degan qanaqadir sizda strategiya bormi? Ha, menda o'zi oila birinchi o'rinda. Ha, birinchi o'rin. Ha, biznes u bo'lsa bo'lar, bo'lmasa ham bo'lmaydi yurgan paytlarimiz ham juda ko'p bo'lgan. Asosan oila, asosan farzandlarning tarbiyasi, shular o'shalardan ortsa men biznes qilaman. Aslida musulmonda hayoti shunday bo'lgani ma'qulroq ham bo'ladi. Zo'r. Qancha vaqt ajratasiz oilaga? Endi vaqt ertalab hisoblamagansiz. Yo'q, hisoblamayman, lekin aksariyat qismi baribir oilam bilan o'tadi. Demak, biznes shu birgalikda ketadi. Birgalikda ketadi. Bu shunday bo'lgani ma'qul deb o'ylayman. Oxirgi kunlarda mana bu ishlar ko'payib qolganligi uchun hozir u yoqdan bu yoqqa ko'p harakat bo'lyapti. Baribir lekin oilaga vaqt ajratish har bir odamning oldidagi global vazifasi. Ertaga milliard topmaysizmi agar o'sha oila bo'lmasa, o'sha sizni qanaqadir ko'zingizdan tushuna oladigan farzandlaringiz bo'lmasa, ishonavering, u biznes sizga hech qanday faqat zarar bo'ladi, balo bo'ladi. Shuning uchun butun dunyoga vujudi bilan kirishib ketgan odam yutqizib qo'yadi. Ulamolar tavsiyasi borda, suzmoqchimisan, ilm dengiziga hattoki to'xtab nafas olib suzgin deydi. Agar u hamma narsa me'yor bo'lsa, alta maqol borda, me'yordan o'tgandan keyin murdor deydi, o'ldi degani. Shuning uchun hamma narsani o'rtalig'ini topib yashasa ma'qulroq bo'ladi. O'zimiz ham shunga amal qilishga harakat qilamiz. Zo'r, rahmat. Xo'p, demak, tadbirkorning oilasi mana shu insonni rivojlanishi uchun qanchalik darajada muhim? Demak, mana shundan oladigan bo'lsak, birinchi o'rinda sizda oila turibdi. Qanchalik darajada sizni rivojlanishingizga yordam beryapti? Endi tasavvur qiling, masalan, o'sha rivojlangandek ko'rinadigan davlatlar bor. Ha, faqat ko'rinish shundayda. Ularning ichiga kirib boring, deyarli ko'pida oila degan, shu oilada sakinat degan, oilada o'zini baxtli his qilish degan tuyg'uni o'zi yo'qda. Ko'rinishdan rivojlangandek ko'rinaveradi. Katta o'sha korporatsiya bo'lsin, boshqa bo'lsin, gaplashing rahbari bilan shu qalbiga qo'l soling, u baxtsizligini bittada aytadi u. Nimaga desa, o'sha ko'pini oilasi yo'qda. Juda ko'pida mana shu muammo bor. Bizni farqimiz shunda-da. Biz aksariyat holatlarda faqat ota-bobomizni ham asosan oldiga qo'yilgan maqsadi shu farovonlikda farzandlari kamolati yo'lida biznes qilgan bo'lishi mumkin, lekin u o'sha nima deydi, asrdan keyin deyarli ular ko'chaga chiqishmagan, oilasiga vaqt ajratgan. Nima, ular biznes qilmaganmi? Ular bu dunyoga bizchalik bizdan ko'ra yuksakroq erishgan ular. Mana shu nuqtai nazardan ham oilani o'rni bu hayotda kim katta qo'ysa, mana shu narsani yutuqqa erishadi. Boshqachasiga iloji yo'q. Demak, oilani, farzandni birinchi o'ringa qo'yib, uni rivojlanishini agar ta'minlab, zo'r qilib, tinchlikni ta'minlasa, demak, biznes ham o'z-o'zidan rivojlanib ketadi. Xuddi shunday. Zo'r. Xo'p, mana tadbirkor sifatida menimcha 20 yildan beri tadbirkorlik qilasiz, to'g'rimi? Endi shundayroq. 20 yil atrofida. Har xil inson bilan, mana oxirgi 7 yil ichida tadbirkorlik bilan shug'ullanyapman. Har kuni har xil odamlar bilan uchrashamiz. Har xil vaziyatlarga tushamiz. Ba'zilar kayfiyatingiz buzib ketadi. Mana shu kayfiyatni buzmasdan oilaga xursand kayfiyatda borish uchun nima qilasiz? Endi bunaqa narsa borda, o'sha sizni qarshingizdagi odam sizni kayfiyatsiz yurishingizni istaydi-da, shu sizni kayfiyatsiz buzishga harakat qiladi. Xo'p, o'sha kayfiyatsizlikni siz oilaga olib boradigan bo'lsangiz, ayni o'shani maqsadiga o'ynagan bo'lasiz. Uni maqsadiga, uni o'ynamaslik uchun kayfiyatsizni buzmaysiz, kulib davom etaverasiz, bo'ldi. Shuni o'zi qiynaladi uni. Qancha siz u shuni istadi-da, sizni kayfiyatingizni buzishni xohladi, sizni qiynalishingizni juda istadi-da, nima uchun uni istagini siz amalga oshirib berishingiz kerak? Nima uchun sizni ishingizga farzandingiz kayfiyatsizlik bilan nima deydi? Sizni farzandingiz uchun javob berish kerak. Javob berish kerak. Ular majbur emas-da. Siz kuchli odam, endi kuchli odam deymizmi, iymoni mustahkam odam deymizmi? Haqqi yo'q-da, ishni oilaga aralashtirib tashlashga.
hammasini o'zini o'rni bor, aralashtirmasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, Akmal aka, mana shu kayfiyatsizlikka qarshi kurashda insonda birdan immunitet shakllanib qolmaydi-da. Masalan, siz shu bosqichga kelishgacha o'zi mana deyarli 50 ga kirdingiz menimcha, to'g'rimi? Qancha dovonlardan o'tdingizda, lekin yoshlar ba'zi bir oddiygina narsalarda deb ham kayfiyati tushib, stressga tushib, boshqa narsa qilib o'zini zarar qilyapti-da. Mana shu deylik, o'zini kayfiyatini tushirmaslik uchun, oilaga olib bormaslik uchun umumiy nima ishlar qilish kerak? Endi bu birinchi navbatda bitta qanaqadir mashq bilan bo'lib qolmaydi-da. Masalan, ko'p bu yoshga ham qaramaydi. Aksariyat yoshi 50 dan oshib 60 ga kirib qolganlarga ham mana shunday tuyg'ular bor-da. Oddiy bir telefoni qirilsa ham, mashinasi qirilsa ham, yo bo'lmasa ko'chada ozgina mashinalar bir-biriga urushib ketsa ham butun xunobi falakka yetib bir-birini o'ldirganday janjal qiladi-da. Xo'p, kim yutadi? Oqibat. Kim yutadi? O'zi yutqizadi. O'zi yutqizadi. Bugungi kundagi insult, infarkt juda yosharib ketyapti. Bu nimadan? O'sha fe'lni torligidan-da. Fe'l qancha tor bo'lsa, qancha odamni xulqi, qancha ichi tor bo'ladigan bo'lsa, hayot ham unga shunchalik qisqarib kelaveradi-da. Shu ota-bobomiz nima qilgan? Dalaga chiqqan, ozgina eshagiga o'tni o'rgan, uyga olib kelgan, moliga bergan, boshqa qilgan, kuni o'tgan, baxtli yashagan-ku. Shunaqa. Insult bo'lmagan, infarkt bo'lmagan, to'g'rimi? Xo'p, biz nima qilyapmiz shu dunyoda? O'shalardan ortiqcha yashayotganimiz yo'q. To'g'ri, uyimizda hozir shakllari boshqacha bo'lishi mumkin, yashashimizda nimadir zamonaviy narsalar kirib kelayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha hayotda, o'sha vaqt o'tyapti. Shuning uchun men aytmoqchimanki, farzandlarga birinchi o'rinda o'zini hayotga adaptatsiyasida fe'lni keng qo'yish kerak-da. Bu asabiylik bilan, bu tig'izlik bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Buni iloji ham yo'q. Shuning uchun fe'lni keng qo'ysa hamma narsa sekinlik bilan yechilaveradi. Xo'p, o'sha asabiylashdi ham deylik, nimaga erishadi? Hech narsaga erisha olmayapti-ku baribir. Zo'r. Akmal aka, mana shunaqa desak bo'ladimi? Misol uchun, o'zidan yaxshiroq ustoz topsa, ilmli, hayotda ilmini olsa, undan tashqari yaxshi kitoblar o'qisa, dunyoqarashini rivojlantirsa, o'z-o'zidan mana shu hamma narsaga ham asabiylashadigan bo'lib ketavermasa kerak menimcha. Albatta-da. Mana shu narsalar muhim. Alisher, buni to'g'ri aytyapsiz. Nimaga? Bugungi kunda yoshlar ham, hattoki yosh kattalar ham kitob o'qimay qo'ydi. Faqat qisqa relslar, qisqa roliklar, qisqa relslar. Ozgina 40 sekunddan oshsa shuni ham ko'rmay qo'yyapti. Bu nimaga desa, bizning zehnimiz shu orqali kontrol qilinyapti. Zehn kontroliga biz yo'l qo'yib bermasligimiz kerak. Qancha odam kitob o'qisa, masalan, Qodiriyni xohlang o'tgan kunlarda o'qisa, Otabekni ko'zi bilan qarasa, yoki bo'lmasa Xomidni ko'zi bilan qarasa, ham zo'r psixologiya bo'ladi. Ham hayotga ozgina asablar dam oladi. O'sha Qodiriy hazrat bir kun uyda kitob o'qib o'tirsa, ko'chadan bir odam o'tib ketaveribdi-da, "Ha hazrat, dam olyapsizmi?" desa, "Yo'q, ishlayapman" deganda. Ketmon chop ishlayversa, hazrat, ishlayapsizmi desa, "Yo'q, dam olyapman" degan. Biz aks qilib qoldik-da. Kecha-yu kunduz shu matoq hammamizni asabiy qilib tashladi. Yosh ham, qari ham, hatto ertalabgacha to ko'zlar mudroq bosib uyqu kelmaguncha kavlaymiz. Uyg'onganda yana kavlaymiz. Xuddi shunday. Xo'p, bu nima bo'lyapti? Bu asab bo'lyapti, umr ketyapti, hech narsa bilan ishimiz yo'q. Bolamizni telefon katta qilyapti. To'g'ri. Xo'p, bunda nima olamiz? Ayollarimiz yig'ladi, qo'liga telefon beradi. Bolalar tili chiqmayapti. Alla aytadigan ayol kam qoldi hozir. Oldinlari yoril toshdi, boshqa deb onalarimiz ertaga aytib beraydi. Hozir ertaga aytadigan ayol qolmadi. Mashani beradi, medvedni beradi. U masha yoki medved nimani o'rganyapti undan? Xudbinlikni o'rganyapti. Xo'p, biz keyin bu arpaga bug'doy o'ramizmi? Buni iloji yo'q. Shuning uchun men aytmoqchi bo'layapman, tarbiyani har bir inson o'zidan boshlash kerak. Bizni o'zimiz tarbiyaga muhtoj bo'lib turgan paytda qarshimizdagi odamga qanday tarbiya beramiz? Hozirgi vaqtda mana biznes zamonida yashayapmiz. Oxirgi 2016-yildan keyin O'zbekistonda biznesga juda ham ko'p imkoniyatlar berildi. Mana o'zimiz ham his qilyapmiz, ko'ryapmiz. 2016-yilgacha ba'zilar biznes qilgan, qo'rqqan, mana kattaroq biznes qilishga.
hozir mana xudoga shukur juda ham ko'p imkoniyatlar bor. O'zimiz ham sezib turibmiz. Yoshlar ham ko'rib katta bo'lyapti-da, biznesmenlarni ko'ryapti yoki umuman hayotda muvaffaqiyat deb sanalgan nimalardir videolarni ko'ryapti-da, mashinasi bor, uyi ko'p odamlarni ko'ryapti. Ha, muvaffaqiyatli inson ekan shu degan xulosaga kelyapti-da. Biznes mana shu muvaffaqiyat mana shu narsalar bilan o'lchanyapti. Ya'ni pul bilan yoki nimadir hayotda deylik biznesi katta bo'ladigan bo'lsa, biznes kattaligi bilan yoki mol mulki bo'ladigan bo'lsa, mol mulki bilan o'lchanyapti-da. Aslida muvaffaqiyat siz uchun nima? Endi o'zi musulmonni oldidagi eng katta muvaffaqiyat Alloh taolaning roziligida. Ulardan keyin ota-onani roziligi. Ana shu ikkita Alloh taolo bilan ota-ona rozi ekan, uni ikki dunyoda biznesi ham, hayoti ham zo'r bo'ladi. Eng katta muvaffaqiyat shu. Agarki tirik bo'lsa ota-onani roziligini olsa, ishonavering, o'sha odamni hech qachon burni qonamaydi. Biz kuzatyapmiz. Biz shunday odamlarni ko'rdikki, yoshligida o'z ko'zlarimiz bilan ko'rdik. Mana shu gunohkor ko'zlar ko'rgan o'sha odamlarni otasini urayotganlarini ko'rdik. Mana shu odamlar endi 70 ga qarab keldi, hozir o'g'li uryapti, afsuski. Uni ham guvoh bo'lib turibmiz. Ikkita avlodni ham ko'ryapmiz-da. Endi hayotda o'lay desa, jonini olmayapti Xudoy taolo. Qolay desa, qoladigan joy emas bu yer. U uchun hamda juda qiynalib qolyapti. Shuning uchun muvaffaqiyat agarki ota-ona rozi bo'lsa, hammasi bo'laveradi. Eng katta muvaffaqiyat mana shuni o'ylayman. Bundan boshqacha men bu hayotda javob topa olmadim. Yaqinda bir podkast ko'rib qoldim. Podkast ko'rganda bitta menimcha Muhammad Alining podkastini ko'rdim. Muhammad Ali ham zo'r fikr berdi shu yerda. Ishonqolib. Ustozni va ota-onani rozi qilgan odam o'zi ishlamasa ham bo'ladi. Bemalol Xudo xohlasa duosini olgan odam umri davomida bemalol nima qilsa o'xshaydi, Xudo xohlasa deb gapirdi-da. Shunaqa xulosa qildimki, yoki dedi, ikkita mana shuni teskarisini qilgan ham ishlash shart emas deyapti-da. Ya'ni ustozni norozi qilsin yo ota-onasini norozi qilsin, bu ham xohlagancha harakat qilsin, lekin natijasi o'zi o'ylagandek bo'lmaydi deyapti. Masalan, o'sha katta ulamolar oddiy narsalarni o'rgatgan odamlarni ham ustoz deb qabul qilishaverganda, hayotga kerak bo'ladigan. Bugungi kunda kimdir o'zini kasbidan barakat topmayaptimi, hayotini bir isloh qilib o'rganish kerak-da. Albatta. O'shani o'rgatgan ustozini bir rozi qildimi? Albatta. Bizda shunaqa narsa bor-da, ikkita, uchta narsani biladi-da, shu narsani bildim deb o'ylaydi. Ishoning bir 4 qadam yurgandan keyin qoqiladi. Chunki ustoz norozi qilib ketgan bo'ladi-da va o'sha kasbdan barakat topmaydi u. Xo'p, to'liq ustozini rozi qilgan oddiy sartaroshlarni oling. Ko'rinishdan ko'rsangiz, hayotini ko'rsangiz, u bir shu boy bo'lib ketadi yo bo'lmasa bir bunaqa bo'lib ketdi deb o'ylamaysiz, lekin barakali. Mashinasi ham bor, hovli joyi ham bor, farzandlarini go'zal tarbiya ham qiladi. Nimaga desa, mehnat halol. Ustozini aksariyat ularda shunday an'ana bor-da, ustozini roziligini oladi doim sartaroshlar. Duosini olib keyin chiqadi. Boshqa do'kon qiladi. O'shangacha ustoz javob bermaguncha yuraveradi u ishigida. To'n kiydiradi, chaqiradi, qanaqadir bir qo'lidan kelgancha oldiga ovqat qiladi. Ustozim agar ruxsat bersangiz, boshqa do'konga chiqaman deydi. O'shandan keyin barakat topadi. Qaysi sartaroshni, bebaraka sartaroshni ko'rganmisiz? Ko'rmagansiz, to'g'rimi? Hammasi yaxshi yashaydi. Baholi qudrat, qarz emas. To'g'rimi? Hayotda o'zini o'rnini topgan, lekin topish tutishiga qarang, unda ko'p topmaydi, lekin barakali. Nimaga? Ustozning roziligini oladi hammasi. Bizning ko'p jamiyatimizda shunday an'analar yo'q-da. Ustozdan 4-5 ta narsani o'rganadi-da, narki davraga o'tadi, o'sha ustoz g'iybat qiladi. Kamchiliklarni aytadi, kuladi. Yo bo'lmasa, joy ham bermaydi, kerak bo'lsa, yuzma-yuz kelib qolganda qo'lini tutmaydigan shogirdlar bor. Xo'p, u ustoz undan xafa bo'lmaydi baribir. Xo'p deb qo'yadi, Xudo uchun kechiradi ham, lekin yetib kelgan joyi o'sha bo'ladi uni. Buni hayotda ko'p ko'ryapmiz. Men o'zim ham nima qilganman, mana siz o'zim ustoz bo'lgansiz. Bundan tashqari ham biz o'qib yurgan vaqtimizda ko'pchilik ustozni haqorat qilardi yoki ustidan kulardi yo nimalardir qilardi-da, ustozlar norozi qilardi. O'ylab tafakkur qilib ko'rdimda yaqinda. O'sha norozi qilgan bolalar birontasi yaxshi natija qilgan yo'q. Birontasi ko'karga yo'q.
demak o'zi asli hayotda o'zi nafaqat ustoz va ota onani qolganlarni ham o'zi asli norozi qilmaslik kerak menimcha insonni qalbini. Albatta, odam o'zini qarshisidagi odamni bilmaydida uni kimligini. Allohning do'stini faqat oppoq sallasi yu uzun to'ni bo'lmaydi. Ko'rinmaygina, ko'rimsizgina bu yuradiganlari ham bo'ladi-da. Shuning uchun kishini qalbidan o'ta ehtiyot bo'lish kerak. To'g'ri, zo'r. Yana bir muhim masala, boylik haqida ko'pchilik gapiradi. Boy bo'lishim kerak deb. O'sha boy bo'lish uchun asosan nima bo'lish kerak? Mana ota-onani roziligi dedik, Allohning roziligi, ustozni roziligi dedik. Yana insonda qanaqa xislatlar bo'lish kerakki, inson boy bo'la oladi shu xislatlar orqali? Hasan Basriy rahmatullohi alayhidan so'raganda, boy bo'lish uchun aql kerakmi desa, ozroq o'ylanib turganda kerak degan. Nimaga desa, shu aql bilan boy bo'lmasligini anglash uchun ham aql kerak degan. Ya'ni aql bilan boy bo'lib bo'lmaydi deyapti. Agar Robbil Alamin bermasa-da, ba'zi bir odamlarni bilasizlar, men shu yaqinda bir davrada bir kishi bilan guruh qildim, o'ta katta tadbirkor. Davlat rahbari bilanmi kim bilandir uchrashish bo'lish kerak ekan. Shunga endi vazirlikdan bir odam nimadir yozib olish haqida topshiriq beryapti. Qo'ymayapti. Yozib oling deb aytayapti. 4000 ta ishchisi bor deydi-da. Juda qattiq qo'ymaydi. Tirab so'ravergandan keyin deydi, boynaki yordamchim kelsin deb aytayapti. Ay o'zing yoz, yordamchini nima uchun kutasan sen? Boshqa yozishni bilmayman deb aytayapti. Demak, u ilm bilan boy bo'lib bo'lmaydi-da. Shunaqa jarayonda bu. Bundan endi ko'plar o'qimasa ham bo'ladigan xulosa noto'g'ri. Inson ilmli bo'lishi kerak. Xuddi odam shunday bo'lishi kerakki, tavakkal qilishni bilmaydiganday sababini qilib, keyin tavakkal qilish kerak. Hammasini 50 qilib turib bir natijaga erishib bo'lmaydi. Ilm asosida bo'lsa zo'r bo'ladi. Masalan, hozir rivojlangan bizda brendviy narsalar bor. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazarda hammasi tagida nima yotibdi? Reklama bilan ilm yotibdi. Sifat yotibdi. Bizda ko'proq aksariyat holatlarda faqat narxda konkurent qilamiz-da. Asosan narxda. Sifatda emas. Biz narxni tushirsak yutamiz degan tuyg'u bor-da. Ko'plab tadbirkorda shunaqa. Aksincha shu narsani sifati ustida bo'lganda bizning yutug'imiz bundanda zo'r bo'lgan bo'ladi. Xo'p, shunda xulosa qilib, Akmal aka, mana shu boy bo'lish uchun o'ziga ishonchi baland, xo'p, odamlarni rozi qilishga bo'lgan qarashi va umuman sohada ilmi bo'lishligi kerakligini qo'shib ketsak bo'ladimi? Mana shu. Endi albatta ilmni inkor qilgan odam johil odam bo'ladi. Bunda ilm inkor qilinmaydi, lekin ilmga qattiq suyanilmaydi ham. Ilmim bor, boy bo'laman deb bo'lmaydi. Hali o'sha adashmasam nomi esimga kelmayapti-da. Bir rivoyatda shu bir arabiyni oldidan bir odam sohildan o'tayotganda duch kelib qolganda. Duch kelib qolganda bu odam bir tomonda bug'doy, bir tomonda qum ortib kelayotgan bo'lgan. Eshagiga-da. Degan. Sohildan kechuvdan o'tguncha eshak qiynalyapti-da. Shu degan qumni to'kta degan bug'doyni ikkiga bo'lib tashlasang eshak qiynalmaydi. Buncha aqling o'tkirligi bilan boy bo'lsang kerak desa yo'q degan. Shu katta do'konlaring, ko'chamas mulklaring bo'lsa kerak, yo'q, yilqilaring bo'lsa kerak. Hamma narsaga yo'q, shu turishim bor deganda, men seni aytganingni qilmayman degan. Bundan nima xulosa qilsa bo'ladi? Mayli, ilmi bo'lsin, lekin tajribali odamga aksariyat odamlar ishonadi. Orqada natijasi bor odamga-da. Shuning uchun iloji bo'lsa o'sha yuqori bir kun men bitta aynan sizni ana o'zida eshitdim-da, podkastingizni eshitdim. Ijtimoiy tarmoqda qancha ovozingiz baland chiqsa, tovaringiz shu darajada keng yoyilib sotiladi. Siz bergan birinchi navbatda tuyg'u sotiladi degan gapni aytyapsiz. Xuddi o'sha narsa-da. Odam birinchi navbatda qarshisidagi odamni o'sha ishga o'zi ishonish kerak va ishontira bilish kerak. O'shandagina yutuq bo'ladi. Albatta. Ishonchsiz mana men ilmli odamlarni ko'p ko'rdim, ba'zi ilmli tavakkal qilishga juda ham qo'rqadi. Balkim u ilmi
kuchli ilm olmagandir asli, ilmliman deb o'ylayotgandir o'zini. Tavakkal qilishni juda ham qo'rqadi. Aytadi, o'xshamasachi, bo'lmasachi, qilsak nima deydi, odamlar bunaqa deb o'ylaydi degan qarashlar bor-da, men aytayapman, qilib ko'r, hali natijasini bilmaysan. O'xshasa o'xshab ketdi, bo'lmasa tajriba-ku. O'sha narsa yetishmayapti-da. Ha, shuning uchun ham endi qiyomatda bekorga tadbirkorlar ulug'larni, avliyolarni orasida tiriladi degan gap bejizga emasda, sababi u molini, jonini, umrini o'rtaga tikib tavakkal qiladi. Uni hamma qila olmaydi. Bu jasoratni qanaqadir bir Alloh taolo yuqtiradi bandasiga. Agar tepadan siylamasa, odam o'z-o'zidan tavakkal qila olmaydi. Bu uchun albatta jasorat kerak odamga. Bu jasoratda ko'p narsa, xuddi siz aytgandek ustozni roziligi, ota-onani roziligi, hayotida kimnidir nohaq qattiq ranjitgan bo'lsa, o'sha narsalar odamga yetishmay yuraveradi. O'zi bilan bog'liq bo'lmaydi ko'p jihatdan. Albatta. Tarixdan ham kuzatsak, aka, bilasiz, Bobur 12 ming qo'shin bilan 100 minglik qo'shinni yutadi-da. Qarang, o'sha vaqtda o'sha jasorat sabab, bo'lmasa son jihatdan kam, qurol jihatdan misol uchun bularda yetishmovchilik. Lekin bitta jasoratni deb, qarang, qanchalik darajada ularda yengib o'tish. Shuning uchun odam o'zi qiladigan ishga birinchi o'zi qattiq ishonishi kerak. Keyin o'sha ish Xudo xolasa ham barakali bo'ladi, ham muvaffaqiyatli bo'ladi. O'zi ishonmaykan, birovni ham ishontira olmaydi va o'sha ish poyoniga yetmaydi bari. Tadbirkor bo'lmoqchimisiz? Hayotda ko'proq natija qo'lga kiritmoqchimisiz? Odamlarga manfaat bermoqchimisiz? Avvalo ishonchingizni baland qiling, tavakkal qilishni o'rganing. O'shandagina Xudo xolasa ko'p hayotda narsalarga erisha olasiz. Mana bitta misol akamiz. Men akamizni 2013-yildan beri menimcha taniyman. 2013 dan beri tanisam, akada bitta narsasini har doim hurmat qilaman. Kerakli vaziyatda hech narsani o'ylamasdan bo'ldi, ishonib tavakkal qila oladi. Natijasini mana ko'ryapmiz aka. Xudo xolasa siz ham o'ylanmang hayotda. Yoki deylik farzand o'stiryapsizmi? Iloji boricha ishonchli qilib o'stiring farzandingizni. Hayotda ana shu farzandingiz sizga juda ham ko'p nasib bo'lsa, imkoniyatlar ochib berishga sababchi bo'ladi. Xo'p, davom ettiramiz Akmal aka. Ikkinchi Xudo xolasa qismimizga keldik podkastimizda. Hayotda hammamiz ko'p xatolar qilamiz. Ba'zi xatolarimizdan yo saboq chiqaramiz yoki shu xatoni qayta qilaveramiz. Xo'p, mana shu xatolar borasida Xudo xolasa bugun birinchi savollarimiz bor. Birinchi savolimiz, mana biznes qilyapsiz, deyarli 20 yil atrofida, Xudo xolasa. Eng katta mana shu biznesda qo'rqib ketgan narsangiz nima? Qachondir shu bo'lgan, o'sha vaqtda juda ham qattiq qo'rqib ketgansiz. Endi bu yog'i nima bo'ladi degan ma'noda o'sha nima bo'lgan? Endi xo'p, to'g'ri gap, biznes qilishda odamni komfort zonaga kirib qolishi bor-da. O'sha zonaga kirib qolgandan keyin siz bilan uchrashish ham og'ir bo'ladi. Pir uchmaydi, murut uchiradi degan turklarning maqoli bor-da. Sizni atrofingiz sizni izolyatsiya qiladi, sizni maqtaydi. Siz umuman aybi nuqsonlardan poksiz deb qulog'ingizga quyadi. Siz haqiqatan ishonasiz unga. Demak, men zo'r ekanman. Men zo'r ekanman deysiz. Sizni atrofda hamma maqtayapti. Chunki manfaatingiz tegib turibdi-da. U zo'rmasligingizni, u hamma narsani yo'qotib bo'lgandan keyin anglaysiz kech bo'ladi. U siz zo'rsiz deydigan birontasini atrofingizda topolmay qolasiz. Mana shu narsa halokatli nuqta. Bugungi kun tadbirkorlari ko'p bundaqalari shu atrofini o'ra olishadi. Qo'sh tirnoq ichidagi yaxshilar to o'shani qanoti qayrilib ucholmay qolguncha, parvoz to'xtaguncha u maqtaladi. Doimda kecha-ku sahardan maqtash boshlanadi to hazratlari uyquga ketguncha-da. U to'liq o'tirib bo'lgandan keyin boshqa hazratga ketishadi. O'tirg'izishganida. Bor unaqa toifalarda. Shunaqa bo'lgan, endi million dollardan ko'proq aylantirganmiz vaqtida. Kizi kelganda, keyin shu oilada eng kichik narsalarni sotib ham kun ko'rgan paytlarimiz bo'lgan. Bu narsadan biz nima katta saboq oldik desa, odam birinchi navbatda menini yo'qotib qo'yadi. Mana shu meni yo'qotib turib, to yana qaytib topa olguncha, men o'ylayman bir Xudo taolo rahmati ham shuda.
Chunki kulfatdagina inson anglaydi. Kulfatda insonni shahvati o'ladi. Hayotga teran ko'z bilan qaraydi. Hokisor bo'ladi. Egasidan so'rasa ham hokisor qalb bilan so'rash kerakligi aytilgan-ku. O'sha hokisor qalb to'laligicha insonda shakllanish uchun albatta insonga mana shunaqa kulfatlar kerak bo'ladi. Mana shu rozilik, ya'ni bo'ldi-da deydigan fikrga inson bittada kelib qolmaydi-da. Yo unda haqiqatdan ham boyagi ilm juda ziyod bo'lishi kerak insonda, yoki yiqilaveradi, chiqaveradi, yiqilaveradi, chiqaveradi-da, o'sha immunitet hosil bo'lib qoladi-da insonda. Sizda qaysi biri bo'lgan? Bizda shu ikkinchisi bo'lganda, o'zimda ilmli deb o'ylamayman, lekin shu yiqilib turaverib o'rganib qolganman. O'rganib qolgansiz, ha? Normal holat bo'lib qolgan. Normal, bo'ldi, yiqildim-da, yana turarman-da. Turmasam ketarman-da degan tushuncha. Qabul qilasiz. Xato qilganda xatoni ham foydalilari o'zi asli xato imkoniyat deb o'ylayman, ha, ko'pincha. Mana shu qanaqadir xato bo'lsa-da, o'shani inson ertaroq qilsa-da, o'sha inson rivojlanishiga ta'sir qilsa, mana shu bitta xatoni aytingki, inson ertaroq qilgani foydaliroq degan. Nima deb o'ylaysiz? Endi o'zi eng katta xato bizda bitta narsaki yoshlikni zoya qilish. Eng katta xato. Deyarli hammada kuzatiladi bu narsa. Qani ertaroq bolalar shu yoshlikni zoya qilmasdan, masalan, bizda Buxoriy bo'lsin 14-15 yoshlarda ustoz bo'lgan. Endi tasavvur qiling, biz 50 ga qarab ketyapmiz, yoshimiz 40 dan oshib 50 ga qarab ketyapmiz. 14 yoshda, 15 yoshda ustoz bo'lgan odamni 45 yoshida 30 yillik tajribasi bo'ladi. Bizda ba'zi odamlar bor 40 yoshida ham o'zini yoshman deb yuradi-da. Hali yoshmiz, kelajagimiz oldinda deydi. To'g'ri. Kelajak qanday oldinda? Bu to'g'ri, kelajak oldinda, lekin go'r kutib o'tiribdi-da uni. Boshqa narsa emas, lekin yuraveradi o'zida. Chunki odam o'z tabiati shunaqa-da. Odam keksarganini shu oyoq ushlab qolayotganda, beli qotib qolganda, o'rnidan siltanib tura olmaganda anglaydi. Yosh bo'laman deb yuraveradi. Bu inson tabiati shunga moyilda o'zi. Shuning uchun yoshlikni erta zoya qilmasa, qanaqadir vaqt kutmaslik kerakda. O'sha vaqt, o'sha fursat bugun, hozir degan tuyg'u bilan ildamlasa, Xudo xolasa, mana shu xato. Mana shu xatoni qilmasa, yoshlikni zoya qilish xatosini qilmasa, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Hamma narsani sinab ko'rish kerak-da, ha, yoshlikda. Bitta sinab ko'rish, chunki yutqizayotgan narsasi o'sha vaqtda kam-ku, ha? Bitta hamma narsani prop qilib ko'raversa, sinab, ha? Bu o'xshama. Misol uchun, men universitetda bitirganimda, aka, o'zim topolmay qolganman. Nima uchun universitetda o'qidim? Nimaga meni ishxona olmayapti? Ishxonalarga topshirganman, ishxonalar olmaganda. Shu vaqtda o'zimga o'zim savol berganman. Nega unaqa bo'lyapti degan tushuncha bo'lib qolganda, men o'zim qabul qila olmagan o'sha vaqt. Nimaga desangiz, men ishga topshirib ko'rmaganman shu vaqtgacha, yoki nimadir biznes qilib ko'rmaganman, uni normal ekanligini tushunmaganman-da. Demak, yosh bo'lgan holatimizda oldinroqdan nimadir ish qilib ko'rishimiz yoki nimadir sinab ko'rishimiz, mana shuni xatolarni qilib ko'rishimiz bizni ertaroq bir mustaqil bo'lishga yordam bermaymi? Albatta. Endi bitta narsa borda, bizda o'zi o'sha xatoni hammamiz ham qilamiz. Ya'ni farzandimizga biz kasb tanlab beramiz. Xato. Farzand o'zi zo'r kosib bo'laman desa, mayli o'zini o'shanda baxtli his qilsa qo'yaverish kerak. Zo'r dehqon bo'laman desa, zo'r qanaqadir injener bo'laman desa, yo'q, to'xta. Tadbirkor bo'lishing kerak. Yo bo'lmasa yaxshi qanaqadir rahbar bo'lishing kerak. Yaxshi qanaqadir kasb egasi bo'lishing kerak deb turib, ota-ona tanlab beradigan bo'lsa, ayni xato shu. Chunki insondagi kasbga bo'lgan qiziqish, bu tuyg'u qalbda ko'chadi. O'sha kasbni qalbidan sevmasak, u barakat topmaydi. Shuning uchun kasbni inson avvalo qalbdan sevish kerak. O'shandagina ishini sevmagan odam ishidan barakat topmaydi. Hadis bor. Bejiz emasda bu. Shuning uchun o'sha kasbni sevish kerak. Odam bugun bir yigitcha keldi, onasi Dubayda yashayman deyapti. Bola bilan gaplashsam, nimaga qiziqasan desam, rasm chizishga qiziqaman deb aytdim. Keyin so'radim, shu konstruktor, yo'llarni, ko'priklarni rasmini chizishga qiziqasan desam, ha, bu shu bilan ham zo'r pul topsa bo'ladimi deyapti. Men aytdim, dedim. $1 million loyihalarni sizlarga o'xshagan chizadi desam, butun vujudi bilan qiziqib, bolani ko'zida katta-katta
xuddi uyqudan uyg'ongan odamdek turibdi-da, jo'shib. Demoqchimanki, bola bilan qalbdan suhbat qilish kerak. Va o'shani sevadigan kasbiga qo'yish kerak. O'sha kasbni sevmasa qo'ymaslik kerak, mayli. U otasini tanlovi bo'lishi mumkin, akasini tanlovi bo'lishi mumkin, bola ularni tanlovini olishga majbur emas. O'ziga imkon bersinki, o'zi tanlov qilsin, ha? Albatta. Lekin yo'l yo'riq ko'rsatib va yordam bersin, ha? Xuddi shunday. Xudo xolisi. Zo'r. Xo'p, Akmal aka mana gaplashdik. Ko'p tushib chiqqansiz. Misol uchun tasavvur qilaylik. Hozir hech narsangiz yo'q, yana noldan boshlayapsiz. Hozirgi Akmal aka nima qilgan bo'lardi? Misol uchun shu ishlarni qilardim, yana xudo xolisi o'xshar. Endi bunaqa narsa borda, endi tushib chiqqan odamda immunitet hosil qilgan, u biladi, yo'lini biladi, chiqib ketish yo'lini biladi. Yana o'sha ishlarni davom ettirib, u tajriba borda chunki. U bosqichlarni bosib o'tgan u. Qiynalmaydi xudo xolasa. Nima ish? Yana yo'lini topib ketaveradi. Nima ishlar? Misol uchun 3 ta ishni aytingki, mana o'sha ishni qilaman, bu ishni qilaman, bu ishni qilaman. Shu vaqtgacha shu ishni qilib kelganman yoki misol uchun sizga hozir aytayotganingiz, siz meni tushunishimiz mumkin, lekin bizni kuzatayotgan odamlarga, ha, demak, mana bu ishni qilsam, men ham sinab ko'rsam, balki menda ham o'xshar degan manfaatli bo'lish uchun aniq bitta nima misollar keltirsak. Endi u qobiliyatdan kelib chiqadi, aynan bitta kasb. Sizni qobiliyatingizdan kelib chiqaylik. Nima qildingiz? Xo'p, endi meni qobiliyatimdan kelib chiqsa, men o'zi aksariyat holatlarda chet bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Aha. Chet davlatdan nimadir bir qanaqadir kompaniyani maksimum harakat qilay edim. Bir dillerligini olishganmi. Menga juda ko'plab katta suv kompaniyalari ham dillerligi taklif qilgan, tushib ketgan vaqtimda hamda. Keling, mana shuni tarqating deganda qanaqadir marjasini hisoblaganman, menga yoqmagan, ishlamaganman-da. O'zim ko'chada besh yursam ham, lekin ish tanlash odatim bor. Ishlasam o'ta qimmatga ishlayman. Bo'lmasa juda bepul ishlayman. Zo'r. Lekin arzonga ishlamayman. Shu tuyg'u bor-da. Shu uchun qanaqadir qalbga yaqin bironta bir katta topib shuni O'zbekistonga olib kirishga harakat qiling. Zo'r. Biznes nuqtai nazaridan qarayapsiz. Siz meni shu biznesni qilaman deyapsiz. Men ishlarda aytayapman, qanaqa? Misol uchun bitta ustoz topasizmi? Ikkinchisi kuchli jamoa yig'asizmi? Marketingni rivojlantirasizmi? 3 ta ishni qilasiz. Yana shu boyagi oldingi sostoyaniyangizga qaytish uchun. Mana shu ishlarni qilsangiz, yana shu boyagi oldingi natijangizga chiqish uchun. O'zingiz zo'r yo'l ko'rsatyapsiz. O'zi birinchi navbatda aynan biznesda eng katta nima deydi? Maslahatgo'yim o'zingiz bo'lasiz ta'sir. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Ikki, undan tashqari bitta zo'r fishka beryapsiz, zo'r jamoa yig'asizmi? Mana shunda katta hikmat bor. Zo'r jamoa insonni yukini 90% ga yengil qiladi. Iloji bo'lsa zo'r jamoa yiqqan bo'ladi. Mana shu zo'r jamoa bilan qanday bo'lmasin inson xohlagan chuqurdan chiqib ketsa bo'ladi. Tavsiyam ham shuki, agar liderlik qobiliyati bor odam zo'r jamoa tuzish kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Agar o'zini sohasini ustasi bo'lsa, zo'r jamoa bilan katta narsalarni, ishlarni amalga oshirsa bo'ladi. Chunki yakka ot changi chiqmaydi, changi chiqsa ham dongi chiqmaydi, oti chiqmaydi degan maqol bejiz emas. Zo'r jamoa yiqqan bo'ladi. Zo'r. Bitta ustoz topasiz, jamoa yig'asiz, yana boshdan boshlaysiz. Xuddi shunday. Zo'r. Xo'p, Akmal aka, ko'p mana tushib chiqqansiz dedik, noldan boshlasa nima qilish haqida gaplashdik. Eng qimmatga tushgan qaror bormi sizda? Misol uchun, yo qanchadir vaqtingizni zoya ketishingizga sababchi bo'lgan yoki qanchadir pul yutqizib qo'ygansiz, ha? Eng qimmatga tushib ketishimga qaror, universitet ochaman degan qaror menga juda qimmatga tushgan. Ancha yo'lga yurib qo'yib, zararga kirgizgan, sir bo'lmasa. Bir 500 minglarga yaqin. 500 ming. Chunki joy taxlaymiz, bu qilamiz, yugurilgan, bo'lgan u narsalar. Keyin amalga oshmay qolgan. Undan tashqari keyin shu ikkinchisi suv biznesi. Chunki ishni egasi bo'lmaganman. O'sha ish endi bitta ishda muvaffaqiyatga erishgan odamda bir tuyg'u bo'layotganki, demak hammasini qila olaman degan. Shunaqa o'sha siz aytgandek kuchli jamoa bo'lmagan, bizni yaxshi shakllantirmagan,
va oqibatda minus bo'lib ketgan. minus bo'lib ketgan. Shunaqa Sheriklar bilan ishlagansiz? ishlaganman. Ishlagansiz. Sheriklar bilan ishlash hozir ko'pchilik nima deb o'ylaydi? Sherikni oshi nima qilmas, tatimas deydi. Sherikarli oshni hattoki qo'pol bir gap ham borda, et yemas degan. Ha, shunaqa fikr borda. Shu fikrga qanday qaraysiz o'zi? Sheriklar bilan ishlash qanchalik darajada o'zi ishlasa bo'ladi va nimalarga e'tibor berish kerak? Shu ulug'larning gapi borda, ikkita xudodan qo'rqqan sherik bo'lib ishlasa, uchinchisi Alloh bo'ladi degan. Agar ikkita qo'rqmaydigan ishlasa, uchinchisi shayton bo'ladi. Birinchi navbatda sheriklarda bir tuyg'u bo'lish kerak-da. Shu ro'parasidagi odamni barakali deb o'ylash kerak. Shu odamni barakasidan ishim yuryapti deb o'ylaverish kerak-da odam. Agar yo'q, men bo'lmasam bu ish to'xtaydi desa, ayni ikkalasi ham zavolga ketyapti-da. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda kelishuv to'g'ri qila olish kerak. O'sha ishlarni to'g'ri taqsimlay olish. Qog'ozda bo'lish kerak. Albatta qog'ozda bo'lish kerak. U qog'ozda bo'lmasa, ishoning zarar bo'ladi. Bu vaqtlar o'tadi. O'sha his bilan aytilgan narsalar, o'sha tuyg'ular ketgandan keyin nafs o'rtaga tushadi-da, tushunmovchiliklar juda ko'p kelib chiqadi. Shuning uchun birinchi navbatda kelishuv to'g'ri bo'lsa, har kim o'zini qiladigan ishini to'g'ri yo'lga qo'ysa, ishoning o'sha yaxshi bo'ladi. Chunki sherikarli bo'lgan ma'qul. Buni inkor qilmaydi. Meni ko'p biznesim sherikarli o'zi deyarli. Faqat har kim o'zini punktualni ishini bilish kerak. Birovning chegarasiga o'tmaslik kerak. Uni haqqini poymol qilmaslik kerak. Va albatta mana shundagina ish bir tekis ketadi, xudo xolasa. Barakali bo'ladi. Shu. Men o'zim ham sherik bilan ishlaganman aka. Sherikchilikda juda ham 3 yil o'rtacha ishlagan bo'lsak, juda ham ko'p natija qo'lga kiritganmiz. Men xayolimda birinchi boyagi milliard so'mni xayolimga sig'dira olmasdim-da. O'zim bo'lsam o'sha vaqtda topolmasdim deb o'ylayman. Lekin sherik bilan topganmiz. 1,5 oy ichida shunaqa natija bo'lganki, nima bu yordam bergan desa, birinchi o'rinda ikkovimiz bir-birimizga juda katta tirgak bo'lganmiz. Masalan, men ikkilanib qolgan vaqtim, u davay qilamiz. U ikkilanib qolgan vaqt davay qilamiz deb bir-birimizga juda katta duh berganmiz. O'sha natijadan o'xshab ketgan deb o'ylayman. Ha, o'zi shunda ha degan tuyaga madad degan xalq maqoli bor-da. O'sha kezi kelganda insonda ha degan madad beruvchi topilmaydi-da. O'shani o'zi yana ham odam sherigidan olsa, ishonch bilan o'sha ishni qiladi oxirigacha. Shuning uchun albatta odamning oldida doim pozitiv insoni bo'lgani ma'qul. Uni kayfiyatini ko'taradigan. Bu nima desa, bu yaxshi ustoz bo'ladi. Yoki yaxshi sherik bo'ladi. Endi ba'zi odam bo'ladi-da, tovusni ko'radi-da, "Oh, bunchalik go'zal" demaydi. Oyog'ini xunukligini qara deydi. Ha, Iso alayhisalom itni o'ligini ko'rganda, shunday qaraganda, tishi naqadar go'zal degan. Ha, bu chiriyotdi, sasiyotdi demaganda. Insonning ko'zlari go'zallikni ko'ra bilish kerak. Ari doim gulni ko'radi. Chivin axlatni ko'radi. Albatta. Shuning uchun qancha odamning ko'zi go'zallikni ko'rsa, hayoti ham go'zal bo'ladi, ishi ham go'zal bo'ladi, sherigi bilan ham baxtli bo'ladi. O'sha ishda muvaffaqiyatli bo'ladi. Zo'r. Endi mana shu sheriklar bilan barakani, natija zo'r bo'lishini bildik. Sheriklar bilan bog'liq qanaqadir xato ham bo'lganmi sizda? Yo'q, juda katta minusga olib kirgan yoki. Ha, bo'lgan. Endi bu ham nimadan bo'lgan desa, nima bo'lgan? Aniqroq iloji bo'lsa aytib bersangiz zo'r bo'ladi. Ha. Endi aniqroq qanaqa? Men borman deb turiladi. Ishni boshlaysiz. Masalan, suv biznesda ham bo'ldi. Sherik bilan bo'lganda, to'g'ri? Ha, men borman deydi-da. Keyin yo'qligini tushib ketganda anglaysiz uni. Hech narsa tikmaydi, men borman deyveradi. Faqat tuyg'uda bor bo'ladi. Biz uni sherikda o'ylayveramiz. Bo'ldi, mana bu joyni bunday qilsak, to'g'ri qilyapsan. Bu joyga qanday bo'larsa, bunday qilasan deb turib sizga o'rgataveradi-da. Lekin pul tikmaydi, boshqa qilmaydi. Endi shunaqa sheriklar ham bo'ladi ba'zi. Ha, o'sha sherik bo'lganmi sizda? Shunaqa sherik bo'lganmi suvda? Bo'lgan. Suv biznesida? Bo'lgan. Shu sabab mana ishongansiz. Nima deydi? Sherik bilan birgalikda ish qilyapmiz, natija bo'lyapti deb o'ylagansizdan turizmga kirib ketgansiz minusga. Ha, endi uni sababni bo'lmaydi, lekin
bir tomoniga ishonasiz-da, o'sha ha degan gaplarga ishonasiz, bo'ladi deysiz, lekin o'sha narsalarni joyida chiqmagandan keyin katta arava o'zingizda yolg'iz qolganingiz qilsangiz, keyin ikkita ot tortgan qanday u bitta aravani, bitta ot tortgan qanday. Tushunavering-da bu yoqni. Shunday. Shunaqa bo'ladi. Xo'p, turizmning minusga kirganimizni bildik, aka. 2018-yilda 32 ming dollar minusga kirganman deganingizda. Mana shu minusga kirganda ko'pchilik o'zini yo'qotib qo'yib, ba'zilarni ko'rganmiz, osroq pul qarzga kirganda o'zini osib, o'ldirib yuborganlarni ko'rganmiz o'zini. Siz o'sha vaqt kayfiyatingiz qanday bo'lgan? Ha? Bundan qanday chiqib ketdingiz? Endi shu atrofimizda ham aytishadi. Men juda o'zimga olmayman lekin. Mana shunday. Endi bu fazilatmi yoki illatmi yo bir narsani chuqur anglamaslikmi? Bu qanday tomondan qarashga bog'liq-da. Minusda bo'lsak ham xursandmiz, plyusda bo'lsak ham xursandmiz. Umuman jahlingiz ham kayfiyatim tushmadi. Endi kayfiyatsizlik bo'ladi. Bo'ladi. Lekin men aksariyat atrofim bilmaydi kayfiyatsizlik yurgani. O'shanda. O'zingiz ichingizda. U bilan gaplashgan odam demak to'xta, anoda Don Kixotdami, ana deydi-ku, qanaqadir orolda abishat qilib yuradi-ku. O'qigansiz to'g'rimi? Ana shunday xayolda shunaqa. Shuning uchun Hazrat Usmonning gapi bor-ku, Alloh taolo ato qilmaydiganda xayol qildirmaydi degan. Xayoldan, orzudan to'xtamaslik kerak-da odam. Yaxshilikni o'ylayverish kerak. Xudo xolasa natija bo'ladi. Shuning uchun men yaxshilikni o'ylashdan charchamayman. Charchagan emasman. Atrofimda ba'zilar kulgan vaqtlari bo'lgan. Birga, Xudo xolasa men baribir maktab ochaman, yo baribir men shu narsani qilaman desa, ho deb kulganlar. Yonimda kulganlar bo'lgan. Shular eshitadi meni hali. O'sha kulganidan endi balki uyalmaymi uni o'zini ishi, lekin uni qarashida u. Shu kulishda hali ham davom etib yuribdi, faqat o'sha aytamiz-ku, ot poyga o'ynaganda eshak kulgan ekan. Poygaga chiqa olmaydi, ot bilan eshak qanday chopolmaydi. Shunaqada. Shuning uchun nima deydi? Kayfiyatsizlik yo bo'lmasa siqilish bu faqat zarar, yechim emas. Bu yechim emas. O'sha pulni qaytarmaydi. Otangizga rahmat. Zo'r. Xo'p, o'zi sezganman 2018-yilda Shvetsiyada edik-ku, O'sha vaqtda mana birga ko'chada yurgan vaqtlarimiz, u yoqda ham biznes qilamiz deb yurgan ekanmiz o'zi aslida. Qila olamiz, qila olmaymiz, bilmaymiz asli. Lekin ikkovimiz shu xursand xuddiki katta kunman topib olganda, katta pulni yo'lini topib olganda ikkovimiz ham xursand bo'lib yuraydik. Shu vaqtda men hech e'tibor qilmagan ekanman sizda keyin aytganingizdan keyin nima qildim-da. Deyapman, 30 ming dollar qarz aka qanday yuribdi ekan deyapman-da. Ungacha sezmaganman. Kayfiyat har doim og'amdan yurardingiz-ku, Kayfiyat kulib faqat. Shunday. Zo'r. O'zi aslida inson o'zi shunaqa bo'lishi kerak ekanda. Mana qancha yiqilsa, o'sha narsadan chiqib keta olsa, keyingi pog'onaga chiqar ekan. Agar o'sha joyda qolib ketdimi, bo'ldi. U o'shani eng piki yetib borgani shu bo'lar ekan o'zi. Shu bo'lar ekan. Rozi bo'lib qo'ymaslik kerak-da odam. Endi odam qachon baxtli bo'ladi desa, o'sha kuniga rozi bo'lgan odam baxtli bo'ladi. Odam har bir kuniga rozi bo'lishi kerak. Baxt o'sha kun. Zo'r. Xo'p, Akmal aka, endi 3-qismga keldik. 3-qism mana siz har doim ijtimoiy tarmoqlaringizda gapiradigan qadriyat mavzusi, shaxsiy tafakkur mavzusiga to'xtalamiz. Mana shu borada ham xudo xolasa fikrlaringizni mana biz kuzatuvchilarga berasiz inshaalloh. Xo'p, ustoz haqida qisqacha ma'lumot berib ketdik, muhimligini. Sizni o'zgarishingizda ham menimcha ustozlaringiz juda ham muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman. Albatta. Kimnidir ustozi avvalo ota-onasi bo'ladi, kimnidir ustozi umuman boshqa inson bo'ladi. Sizda asosiy ustoz kim bo'lgan? Va ularni qaysi jihatlarini o'zingizga olgansiz? Va qaysi gaplaringiz juda sizga ta'sir qilgan? Endi bizda ustozlar maktabda o'qitgan ustozlar bor, keyinchalik oliygohda o'qitgan ustozlar bor. Xo'p, doktoranturada ta'lim bergan ustozlar bor. Hammasini o'rinlari hayotimizda
juda muhim. Endi ko'chalarda ustozlarimiz bor, mahatlarda dars beradigan ustozlar, o'rtoqlarimiz, akalarimiz bor. Hammasini o'rni beqiyos. Kimnidir o'rnini bunaqa yo kimnidir o'rni balandroq yo kimnidir o'rni pastroq deb ayta olmayman, lekin eng katta ustozim bu meni otam. Ha, otangiz. Otam. Shu otam ko'p narsani o'rgatgan. To'g'ri, otam ko'p narsani biladi o'ylaganman yoshligimda. U rostdan ham biladigandek ko'rinaydi. Qahramon sanagansiz. Ha, qahramon edi. Otam oddiy o'zi shofyor, traktorchi edi, dehqon edi. Juda oddiy ishlarni qilgan, lekin har bir guringi hozir o'ylasam katta tom kitoblarni tugatgan odamnikiday bizga ba'zi bir hayotiy saboqlarni bergan. Hayotda shuni qo'llaymiz, ko'p o'ylama deydi. Mehnat qilmasdan, qora mehnat qilmasdan pul topishga da'vat qilaydi doim. Ha. Doim shunaqa edi. Ya, bu bilan boy bo'lib bo'lmaydi. Yo bu bilan yaxshi odam bo'lib bo'lmaydi. Bundan ko'ra yengilroq hamma narsani javobi ilmda bo'ladi. Ko'proq kitob o'qish kerak. Keyin ikkinchi bo'lishimni istamasdi otam. Doim birinchi bo'l deydi. Bo'lmasa shu ishni qilma deydi. Endi to'g'ri, otam istaganday birinchi bo'la olmadik hech bir sohada. Qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Shu eng katta ustozlarimni yo'lboshchilar shu otam bo'ladi. Shu otam deb bilaman. Shunaqa. Undan keyin onamda ham o'rni katta, lekin aksariyat otam xuddi men bilan oshnasiday, do'stiday guruh qilaydi. O'ta ochiq edi o'rtamiz, o'ta samimiy edi. Juda ochiq edi. Haybat ham bor edi, to'g'ri, lekin o'ta samimiy, ochiq edi suhbatimiz. Hech bir narsani yashirib yotmasdi. Tuyg'usigacha guring beraveradi. O'shandan o'tganmi sizga o'shanaqa gaplash? Otangizning aksimi siz? Shunda? Endi balki shundaydir. Masalan, u meni otamda, meni taniganlar ya otasi o'rtahol odam bo'lgan, bir deb o'ylashi mumkin, to'g'ri. Ular uchun-da u. Yo'q, mana gapirish ohangingiz, o'zini tutish nuqtai nazaridan, ya u onam dunyoga qarash nuqtai nazaridan degan. Endi u ko'proq gapirishim bilmasam, endi ko'proq meni taniydiganlar onamdan o'tganligini aytadi. Onangiz. Otam o'ta sodda odam edi. Gapni ham unday ulab gapiradigan emasdi, lekin onam ozgina aratiradi. O'sha o'tgansiz. Ha, o'shandan o'tgan menimcha. Onangiz maktabda ustoz bo'lmagan? Yo'q, onam ko'p kitob o'qiydi. Shu ketishlardan bir oy oldin ham qo'llarida kitob tushganini men eslay olmayman. Ko'p kitob o'qiydi, nihoyatda ko'p o'qiydi. Ba'zi kitoblarda o'qiydi, to'xtamay yig'lab ham qolaveradi. Gapirsa xuddi donishmanday gapiraydi. Shu endi hayotda juda ko'p yo'qchilik, qiyinchilik ko'rgan, balki hayotda o'zi bilardi tarbiyalab qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin ko'proq shu so'zamonlik deymizmi, boshqa deymiz, shu onamdan o'tgan. Onangiz. Zo'r. Xo'p, ustoz bilan birgalikda aka, kitob insonni o'zgarishi juda ham katta ahamiyatga ega. O'zi aslida hozir juda ham ko'p kitoblar chiqib ketdi, biznes haqida. Kuniga kitoblar chiqadi-da. Inson qaysi kitobni o'qishdi yoki qanaqa boya avtorni tanlashda juda ham qiynaladi. Misol uchun o'zim ham ba'zan qiynalib qolaman. Sizni o'zgarishingizga, umuman mana shu hayotga bo'lgan qarashingizni o'zgarishiga juda katta ta'sir qilgan 3 ta kitob ayta olasizmi? Mana bizda kuzatuvchilar mana shu 3 ta kitobni o'qib, xudo xolisa o'zlariga ham qanaqadir o'zgarish olsa. Endi men kitobni aksariyat muallifiga ko'p qarayman, to'g'ri. Endi tarjima kitoblarda odam ozgina zerikish bor-da. Lekin agar kitob o'qish kerak bo'lsa, Abdulla Qodiriyning ko'p kitoblarini o'qiyman, o'tgan kunlarda o'qiyman. O'tkir Hoshimovga ko'p murojaat qilaman, Said Ahmadga murojaat qilaman. Bu asarlarda asosan nima desa, to'g'ri, ba'zilar maishiy, global narsa yo'q bunda deyishi mumkin, to'g'ri. Lekin hayotga qiziqishga, insonni o'sha oldidagi to'siqlarda sabr, matonat bilan yengishga kabi yo'llarda insonlarning hayotini o'qiganda sabr qilsa, hamma narsa bu dunyo o'tkinchiligini kitobda o'qigan sari odam anglaydi. Agar o'qish kerak bo'lsa, birinchi o'rinda insonlarga tavsiya qiladiganim bizni kuzatuvchilarga o'tgan kunlarda o'qishsa. Men har yil hech bo'lmasa 2 marta o'qiyman. Doim stolimda o'tgan kunlar turadi. Bekor bo'ldim, ochib o'qiyman.
har o'qiganimda yangi narsa olaman. Nima beradi o'sha kitob? Nima beradi deb o'ylaysiz? Endi uni kimga qandayga bog'liq. Bir narsa berish uchun o'qimayman. O'qigan sari odam o'sha hayotni ichiga, masalan, o'shalar bilan birga yashashga, odam ba'zan shu hashamatdan zerikadida oddiy hayotni xohlab qoladi. Mana shu o'sha joygacha olib boradi. Ishoning, o'sha kitob tezdan chiqqim kelmay qoladi ba'zan. Insonni ruhini juda sokin qiladi, yengil qiladi. Ikkinchi, uchinchi kitob aytmadingiz. Endi ko'pda bu juda. Misol uchun aytib o'ting, 3 ta kitob odamlar o'qisa. Qani iloji bo'lsa, ikkinchi kitob. Iloji bo'lsa birinchi o'ringa endi to'g'ri Qur'oni Karimni o'qish juda go'zal. Ruh yengil bo'ladi. Tushunib tafakkur qilib o'qisa, umuman uni rohati umuman boshqacha. Endi badiiy asarlardan shu o'tgan kunlarda o'qisa, keyin Ufqni o'qisa, Said Ahmadnikini, O'tkir Hoshimning Ikki eshik orasini o'qisa. Zo'r kitoblar. O'ta go'zal. Qani Ikki eshik orasini men tavsiya qilaman o'qisa. Insonni mashaqqat, qiyinchiligi, yo'qchiligi, yo'qotishlar, tuhmatlar, hayotda uchraydigan pastkashliklar hammasini go'zal tarzda ochib bergan. Shunaqa. Zo'r. O'zi asli mana shu kitob har qanday holatda, bu badiiy asar bo'lsin, biznes kitobi bo'lsin, insonni fikrlashiga yordam beradi-da. Tadbirkor fikrlash kerak-da asosan. Oldinda muammolarni ko'ra olish kerak, muammolarga yechim topa olish kerak. Aslida ko'pchilik o'ylaydi, masalan, badiiy asar kimdir tavsiya bersa, bu biznes kitob emas ekan, menga foydasi yo'q deb o'ylaydi-da. Deb o'ylaymanki, biznes kitob bilan birgalikda badiiy kitobni olib ketgan tadbirkor kam bo'lmaydi. Ham fikrlashida o'zgarish zo'r bo'ladi. Ham dunyoga qarashida, teranlikda boshqacha bo'ladi. Ham odamlarni tushunishda. O'zi diniy ilm bilan dunyoviy ilmni bir-biriga zid qo'ygan odam ilmdan bexabar odam. Ikkalasini yonma-yon, hammasi ham ilmda. Ikkalasini yonma-yon qo'yib birga foydalangan odam ishoning yutuqda-da. Agar ikkalasini ikki tomonga qo'ydi, ishoning o'sha zavolda. Qanday hayotda katta-katta yutuqqa erishgan olim bo'lsa, albatta har ikkisini bir ko'zda ko'rgan odam. Bittasini bo'lmaydi bu, buni qabul qilib bo'lmaydi deyaptimi? Ayni fikri tor odam uni. Ikkalasini birga olib ketyaptimi? Demak, har tomonlama moslashuvchan. Shuning uchun xuddi siz aytgandek, ham badiiy asarni, ham biznes kitobni, ham mana bizda shu Shayx Hazratlarning kitobi chiqqan, boshqa katta-katta ustozlarning kitoblarini o'qigan odam ishoning faqat hayotda mazmun topib yashaydi. Fikrlash muhimligi haqida mana gaplashdik aka. Fikrlash juda ham muhimligini oxirgi 1 yil ichida juda ham sezyapman-da. Chunki fikrlamaydiganlar ko'payib boryapti. Oddiy savolni so'rasangiz, umuman siz tushunmaydigan javobni beradi. Oddiy savolga ham javob yo'q-da. Shu nuqtai nazardan mana tadbirkorlar ko'radi bizda. Insonlar, hamma ko'pchilik insonlar kuzatadi. Mana shu yerda demak, insonni fikrlashiga kitob yordam beradi dedik. Kitob bilan birgalikda yana nima qilsa, inson mana shu fikrlashi to'g'rilanadi. Inson dunyoga bo'lgan qarashi umuman boshqacha bo'ladi. Ha, albatta. Kitob bilan bir vaqtda olimlarning suhbati. Ha, muhitni yaxshilash kerak. Albatta muhitni yaxshilash kerak-da. Do'stingni ko'rsatgin, kimligingni aytaman degan maqol bejiz emas-da. Olim qancha olimning suhbatida ko'p yursa odam o'z-o'zidan unga yaxshiliklari o'tadi. Qancha rasvoni oldida yursa odam o'z-o'zidan yomonliklari o'tadi. Shuning uchun olimlarning suhbatda bo'lish yaxshi. Zo'r. Bundan tashqari mana hozir kurslar ochilib ketdi, mana har xil biznes kurs, o'zini rivojlantirish, notiqlik kursi deymizmi, xilma-xil kurslar bor. Mana shu kurslarga bo'lgan munosabatingiz qanday? Endi o'zini egasi bo'lsa, o'sha kursni o'qitadigan odam haqiqiy shu kasbning egasi bo'lsa, zo'r. Zo'r, ha? Zo'rma-zo'raki bo'lsa, o'zini ham vaqtini, boshqalarning ham vaqtini o'g'irlaydi, vaqtinchada u. Zo'rlar yuribdimi? Demak, bozorda hozir yo'qolmayaptimi? Shu zamonaviy til bilan aytganda trenddan tushmayaptimi? Demak, o'sha kasbning egasi o'sha. Borish kerak unga. Borish kerak. Zo'r. Xo'p, Akmal aka, mana inson qancha ko'p jamiyatda mashhur bo'lavergan sari odamlar nuqtai nazaridan
ko'proq maqtovlar eshitishni boshlaydi. Bu ham gaplashdik yuqorida. Yaxshi jamiyatda mashhur bo'lavergan sari daromadi ham oshadi. Oxirgi 3 oy 4 oy ichida mana 100 mingdan ortiq sizni kuzatuvchilaringiz bor. Oldingi deylik bir 5 yil oldingi Akmal bilan hozirgi Akmal nima farqi bor? Oldingisi yaxshiroq. Yaxshi. Gunoh kamroqda. Endi qarigan sari ko'p gunoh qilib qo'yapmiz-da. Nima farqi o'zi undan tashqari? Farqmi? Endi bunaqada o'zi mashhur bo'lishdan ulug'lar panoh so'ragan. Bu Xudo yaxshi tomonga ham burish mumkin-ku o'zi asli. To'g'ri, asli yaxshi tomondan ko'ra yomon tomoni. Yomon tomoni ko'proq deysiz. Shuning uchun bu mashhur bo'ldim degani yo bo'lmasa kimlardir tanidi degani bu foydadan ko'ra zararga ko'proq ishlaydi. Shuning uchun hushyor bo'lish kerak. Doim o'zimga nasihat qilaman. Iloji boricha shuni o'zimga olmaslikka harakat qilaman. Ustozlarimiz ham doim bizga shuni o'qitiradi. Hushyor bo'lishni, shu aytaman, bir xato nuqson, kamchilik ko'rib qolsangiz albatta eslating. Erta mabodo shuni ko'rsangiz indamasangiz qiyomatda yoqangizdan olaman. Deysiz. Kelishuvimiz bor shunday. Bizning orqamizda endi katta-katta ustozlar turadi doim. Zo'r. Shunaqa endi. O'zgarishni aytmadingiz-da, lekin nima o'zgarish bo'ldi? Aynan. Deylik, bizneslar ko'payib ketdimi? Xo'p. Endi aytarli o'zgarish bu tabiiy. Nima? Bo'lishi mumkin. Juda katta o'zgarish bo'layotgan-ku yo'q-ku, lekin har holda bitta ikkitaga o'sha kimdir bizni ko'rib turib, bizni chiqaradigan asosan tarbiyaviy ahamiyatga ega kontentlar qilamiz. Otasiga yaxshilik qilsa, kimdir onasini duosini olsa, kimdir bemor akasini, kimdir nochor opasini xizmatini qilsa, bizning yutug'imiz shu. Men shundan mazza qilaman. Bundan ortiqcha so'raydiganim ham, tilaydiganim ham boshqa narsa yo'q undan. Asosan shu. Uni orqasidan bir moddiy manfaat hech ko'zlamaganman. Shunaqa. Xo'p, mana shu borada hozir eng yaxshi tanigan odamlaringiz, qarindoshlaringiz sizni hozir qanday tavsiylayapti? O'zi mana shu tavsif to'g'rimi? Hali qaysidir bir kishini gapi bor edi, u mikrofongacha faqat yomonligini qarindoshlari bilaydi. Mikrofonga yetib uni hozir jamiyat bilyapti deydi-ku. Endi men qarindoshlarim ham oldin meni shundayligimda bilaydi. Bu bir hech qanday tayyorgarliksiz boshlangan ish. Bu doimgi ish. Hech kimda bir menga nisbatan qarash o'zgarib qolganini ham sezganim yo'q. Sezganingiz yo'q. Yo'q, deyarli o'zimda ham unday bir bilmasam endi ular qanday qarayapti, lekin menga hech narsa bilinayotgani yo'q. Shunaqa. Zo'r. Xo'p, agar mana farzandlarimiz bizni umumiy kelajagimiz, bizni aksimiz bo'ladi-da. Mana shu farzandlarga xudo xolasa agar Akmal akadan bitta meros qolsa, u nima bo'lishini xohlaysiz? Go'zal tarbiya. Go'zal tarbiya. Qolgan hammasini yopib ketadi. Yopadi. Chunki hadis bor, inson farzandiga eng katta qoldiradigan go'zal merosi bu tarbiya degan. Hech narsa qolmasin, tarbiya qolsin. Men roziman. Biznes, uylar, hech narsa qolmasin. Nima, uchastka, mashina, tarbiya. Tarbiya. Hamma narsani bitta tarbiyaga almashtirgan. Endi tarbiya deganda ko'plar shu odobli yurishni, yo'lda qirrasdan yurishni tushunishi mumkin. Yo'q, tarbiya go'zal ilm ham bo'lishi mumkin. Tarbiya siz vafot topgandan keyin farzandingiz sizning haqqingizga Qur'on o'qib duo qilsa, faqat rahmatlar olib keladigan, faqat yaxshiliklar ulashadigan sizning nomingizdan mana shuni o'zi yetadi. Tarbiyadan boshqa narsa qolishini men o'zi istamayman. Ko'pchilik ham menimcha deb o'ylayman, aqlini tanigan odamlar o'zi hozirgi vaqtda eng katta meros mana shuligini tushunsa kerak. Chunki hamma narsasini zo'r sharoitini yaratgan farzandlarini yoki faqat o'zini biznesga o'rgan odamni 50 yoshga, 60 yoshga borganda barcha bizneslarini bolasi sarflab yuborganligini, biznesini bankrot qilib tashlaganini ko'rdimda. Yoki o'sha odam shu bolasi sabab infarkt yoki insult bo'lib qolganini ham ko'rib turibmiz-da. Demak, aqlini tanigan odam aslida go'zal tarbiyaga juda muhtoj. O'zini ham, farzandlarini ham. Xuddi shunday. Zo'r. Xo'p, Akmal aka,
hammada menimcha qanaqadir o'zini qiynayotgan bir savoli bo'ladi-da. Sizda ham tunlari uyqu bermaydigan, eng ko'p o'ylantiradigan savolingiz bormi ichingizda? Yo'q, men deyarli tunda uyqusiz o'tkazmayman. Shu 10 bo'ldi uxlayman. Ha, yo'q, o'zi umuman ko'p o'ylanadigan, mana shu savolga har doim javob topishingiz kerak, lekin hali ham javob topganingiz yo'q. Shu savol bor. Endi bilmadim-da hozir qanaqadir buni nima deb izohlasa bo'ladi. Men deyarli ko'p o'ylamayman bir narsani. Shu o'sha joyda o'zida o'ylayman, yechim topilsa topildi, uni o'ylab yurmayman lekin. Ha. Rostdan. U insonning fe'lida u. Masalan, uni o'ylab, siqilib, bunday qilib yurmayman. Yarim soat, 1 soat, mabodo biznesda kamchilik bo'lib qolsa, o'zlaridan so'rayman. Mana shu bo'layapti, qanaqa yetsak bo'ladi deb-da. Lekin boshqasini juda o'ylab siqilib yuradigan darajada uzoq o'ylamayman. Yarim soat esimdan chiqib ketadi, xohlagan mavzu. Men bir mana Najot Nur akani bir kunlik treningga bordimda. O'sha joyda savollar berib qo'yilgan ekanda. Bir nechta savollar. Birinchisi siz kimsiz degan savolda. Endi men o'zimda ichimda o'ylayapman. Ha, men biznesmenman deyapman. Men shuncha narsam bor deb aytmoqchi bo'layapman. Birinchi odam chiqdi. Hop, siz kimsiz deyapti. Hop, men marketologmanmi, kimdir deyapti. Kasbiy so'ramayapman, siz kimsiz? O'sha joyda men bitta o'ylandim. Demak, menda hali o'zimga o'zim juda ham chuqur o'ylaydigan mana shu bitta savol kimligimni hali chuqur anglamabman dedimda o'shanda. Ya'ni men o'ylab yurgan ekanman, men biznesmen ekanman. Men hayotda nimaga erishgansiz degan savol ham bor-da, yo pastida. Nimaga erishgansiz? Xo'p, 2017-yilda universitetni bitirgan bo'lsam, 2021-yilda magistraturani bitirgan bo'lsam, mana shunaqa natijalar bo'ldi deb aytmoqchi bo'lib turibman, lekin aksi umuman menda o'sha vaqtda javob chiqmadi. Shu nuqtai nazardan so'radimki, sizda qanaqadir shu borada nima bor? Savolingiz. Kimsiz deyapsiz? Ya, kimsiz deganda menda o'zim javob chiqmadi o'sha vaqt. Keyin o'ylandimda, hozirgacha o'ylanaman. Men o'zi asli kim ekanman degan savolga javob yo'q-da. Shunday ya. U sizning yaxshiligingizdan dalolatda o'sha. Odam qancha o'zini past baholasa, qiymati atrofda shuncha yuqori bo'ladi. Qancha odam o'zini yuqori baholasa, atrofda qiymati shuncha past bo'ladi. Shuning uchun siz o'zingizni kimligingizni anglayolmayapsizmi? Elni etib topganki, men o'zimni topmasam deydi Hazrat Navoiy. Odam birinchi o'zini topsa-gina keyin uni el topadi-da. Aksariyat holatlarda biz o'zimiz topolmaymiz-da. 2 qator yaxshiligimiz yo'q-da, varaqqa yozadigan. Shunday. Maqtanadigan. Shuning uchun o'zi bu savol ozroq odamni juda o'ylantiradi. Ulug'lardan so'raganda shukr qila olyapsizmi Xudoning ne'matlariga deganda bitta yaxshi yechim bor. Shukr qila olmayapmiz degan gap Xudoga izhorida chiroyliroq chiqadi deganda bejiz emas. Biz hattoki bir nafasimizni shukrni ado qila olmaymiz-da Robbil olaminga. Shuning uchun o'zingizni kimligingizni bilmabsizmi? Demak, siz to'g'ri yo'ldasiz. Sizni ziddingizda yaxshilar turmasa bo'ldi. Sizni qiladigan ishingizni ziddida yaxshilar tursa biling yo'lingiz xato. Yomonlar turibdimi, siz to'xtamasligingiz kerak. Demak, to'g'ri yo'ldasiz. Siz o'zingizni yaxshi tadbirkorman deb o'ylaysizmi? Yo'q, men o'zimni tadbirkorman deb o'ylamayman. Tavakkalchi-da endi. Qachon tavakkalchi tadbirkor bo'ladi? Ha. Misol uchun hozir nechta xodimingiz bor? Endi umumiy bor 100 ga yaqin bo'lishi kerak menimcha. Xudo xolasa shunday bo'lib qoladi. 100 ga yaqin. 100 ga yaqin odamni ishontirib, bitta maqsad yo'lida olib yurish uchun ham odamda tadbirkorlik nimasi kerak-da, qobiliyati kerak. Yo misol uchun muvaffaqiyatli tadbirkor deb tanishtiradi ko'pchilikda. Zo'r tadbirkor deb ishonamiz ham biz ham. Siz o'zingizda hali ham yetarli deb o'ylaysizmi yoki talab bilim hali? Hali talab bilim. O'lgunimizcha shunday bo'lamiz degan umiddamiz. Sababi o'zimning qobiliyatimni o'zim bilaman-da, nimaga qodirligini. Shu muvaffaqiyatli tadbirkor deb tanishtirsa xato qilyapsiz aytaman. Ha, shunaqa.
Xo'p, hozirgi kunda aka biznes ochishga odamlar, tadbirkorlar juda ham qiziqdi. Hamma biznesmen bo'laman deyapti. Yoshligimizda biz tog'amlardan eshitdikmi? Tog'amlar военный bo'lardi-da, yoki banker bo'ldiydi, yo moliyachi bo'ldiydi-da. Hozir bolalarga qishloqqa borsam yoki atrofimizda bir yosh bolalardan eshitsam, tadbirkor bo'laman deyapti-da. Kim bo'lasan desa-da. O'sha endi yetishib chiqayotgan, endi tadbirkor bo'laman deydigan yoki endi tadbirkorlikni qilib harakatlanayotgan odamlarga nima tavsiya berasiz? Eng o'zingizning tavsiyalaringiz shularni qilsinki, xudo xolasa ular yo'ldan adashmasin. Endi hozir siz aytyapsiz-ku, tog'amlardan eshitganman, banker bo'lgan, harbiy bo'lgan ular debda. Sizni idealingiz tog'alaringiz bo'lganda. Tog'alar shunaqa. Endi yoshlarda ideali siz bo'lyapsiz. Sizga o'xshagan tadbirkor yigitlar bo'lyapti. Demak, odamni axloqi namunada, qiladigan ishi namuna. Siz go'zal namuna ko'rsatyapsizmi atrofga, atrof sizdan o'rnak olib ulgu olyaptimi? Demak, siz to'g'ri yo'ldasiz. Hozirgi tadbirkorlarga ko'proq mana shunday chiqishlarni ko'proq qilish kerak. Uni ziddi bo'lgan ko'rsatuv juda ko'payib ketdi. Har xil ma'ni bema'ni gaplar odamning kayfiyatini tushiraveradi. Xo'p, shuni ziddi bo'lgan faqat yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, mana shuni tavsiya qilgan bo'lardim tadbirkorlarga. Iloji bo'lsa o'zlarini yutuqlarini, kamchiliklarini xalq bilan birga bo'lishsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Mana o'zingiz aytdingiz yuqorida. Ustoz topish kerak, jamoa qurish kerak, yana fikrlashni o'zgartirish kerak debda. Inson bittada bu narsani tushunmaydi. Ustoz topish kerak, o'zim bilaman deb o'ylaydi. Jamoa qurish kerak, u jamoani qanday olishni bilmaydi. Yoki fikrlash deganda fikrlashim normallik-ku, zo'r-ku meniki degan xulosada bo'ladi. O'sha narsaga kelmaslik uchun, o'sha narsada adashib qo'ymaslik uchun birinchi qiladigan ishi mana ustoz sifatida ham tadbirkor sifatida. Endi odam hayot endi adashmasa yo'l topolmaydi-da. Baribir bir bo'lsa ham adashib ko'rgan ma'qul o'zi. Adashish kerak. Adashadi, undagi tuyg'uni hech narsa bera olmaydi-da. Odam yolg'iz qoladi, tafakkur qiladi, kechqurunlari o'ylaydi. Ko'rpaning ichiga kirib o'ylaydi, tashqariga chiqib o'ylaydi, ko'chaga chiqib o'ylaydi, qayerlarda xato qilyapti, o'zini isloh qiladi. Shundagina keyingi hayotiga baribir yaxshi bo'ladi. Zo'r. Akmal aka, bugun suhbatimiz juda ham zo'r bo'ldi. Xudo xolasa bizni kuzatuvchilarga, tadbirkorlarga xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bugun siz qanaqa insight oldingiz mana shu podkastdan? Manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz mana shu podkastdan qilgan niyatimizni amalga oshirgan bo'lamiz. Xudo xolasa izohlarda yozing, qaysi fikrlar juda ham sizga yoqdi va hayotingizni o'zgarishiga va fikrlaringizni o'zgarishiga sababchi bo'ldi. Xudo xolasa fikrlaringizni kutamiz. Akmal aka, bizni kuzatayotgan tadbirkorlar, umumiy hamma kuzatuvchilarga o'zingizda fikringizni bersangiz, xudo xolasa. Xo'p, keyin podkastni shu bilan yakunlaymiz. Aynan Alisher Namozovning kanalini kuzatayotganlarga to'g'ri kanalni kuzatishyapti. Ishlarga omad tilayman. Tadbirkor bo'lish nafaqat u o'zini foydasi, ruhiyatini foydasi, balki elni ham, o'zi yashab turgan jamiyatni ham foydasida. Bitta tadbirkor agar 10 ta odamga ish o'rin yaratsa, 10 ta ayolni baxtli qiladi-da. Ikkitadan farzandi bo'lsa 20 ta bola baxtli bo'ladi. Chunki otasi, onasi birgalikda bitta jamiyatda yashab kun kechirishyapti-da. 20 ta bolani orasidan bittagina olim chiqsa, ishoning jamiyatning yutug'i shu bo'ladi. Shuning uchun tadbirkor bo'lish kerak, ko'proq ish o'rin yaratish kerak, katta maktablar, zavodlar qurish kerak. Biz ayni bizning xalqimiz ham shunga munosib, biz o'sha nuqtaga kelganmiz. Ma'ni bema'ni to'y, katta uylar, uchastkalar qurilyapti. Juda katta isrofi katta bo'lib ketgan to'ylar qilinyapti. Buni oxiri yo'q-da. Lekin ishoning o'shani hammasini bir qilib tadbirkorlikka yoki bo'lmasa qanaqadir ilm yo'lida sarflansa, ishoning ayni maqsad, ayni muddao shu bo'ladi. Shuning uchun
iloji boricha biz tadbirkorlardan ko'proq ish o'rin yaratishlarini, ko'proq pullarni yoshlarni ilmiga sarflashlarini tavsiya qilgan bo'laydik. Rahmat Akmal aka fikrlar uchun, bugungi qimmatli vaqtingiz uchun. Podkast zo'r bo'ldi aka, xudo xolasa inshaalloh ko'pchilik manfaat topadi. Keyingi podkastlarimizda xudo xolasa biznes, tadbirkorlik va boshqaruv haqida gaplashamiz. Keyingi suhbatlarda xudo xolasa ko'rishamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.